Akalar, mana shu Gentrani ko'ryapsizlarmi? Hozirligi вообще cho'tki narxni ko'rsataman. Bozorga tushib, qidirib, bozordan olib, o'tida kraskasi chiqib qoldi degan gaplar bo'lib yurgandan ko'ra mana sizlarga hozir tayyorini ko'rsataman. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. Bitta dona mana shu joyida kraskasi bor, qolgan joylari ideal holatda bo'lib turibdi. Bu ham rasmi bor ekan, qirilganicha sepilgan ekan. Ichlariga o'tmagan. Mashinamizning 3-passi 2023-yil 35.000 probeg, Optra Amerikanka faralari bor. Kuzovlar ideal holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning sostenasi juda ham ideal holatda, 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor. Hozir sizlarga salonlarni bitta ko'rsataman. Okalar, ashkalarni ko'rishingiz mumkin. Mativ bo'lib turibdi sostenasi. Hop, bu yoqda torpedkalari ham ideal holatda bo'lib turibdi. Sidenalari yengidek. Salonimizning orqalari ham ashkalarni ko'rishingiz mumkin. Yengidek holatda bo'lib turibdi. Sidenalari yangi. İşte. Hop, okalar. 2023-yil 35.000 yurgan 3-passi. Bitta 10 kilosida bor. Hop, biz bu mashinamizni sizlarga egalar bilan gaplashdik. 13.700 dollarga beraveramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.